Oddiy va mazali kam xarj bo'lgan piyozli qatlamalar tayyorlaymiz. Xamir uchun iliq suvga dro'ja, tuz, o'simlik yog'ini quyib aralashtirib olamiz. So'ngra unga quyib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni 5 minut davomida yaxshilab mushlab, yarim soat tindirib olamiz. Nachinka uchun oldindan to'g'ralgan piyozimizni tovaga solib, ozgina tuz bilan qora murch solib aralashtiramiz va 5 minut davomida salgina qovurib olamiz. Qovurilgan piyozimizga to'g'ralgan ko'k piyoz solib aralashtirib olamiz. Tingan xamirni videoda ko'rsatilgandek qilib katta qilib yoyib olamiz. Xamirni o'ta yupqa emas, qalinroq qilib yoysangiz ham bo'ladi. So'ngra eritilgan saryog' yoki margarinni surib olamiz. Tayyorlab olgan nachinkamizni solib tekislab olamiz va taxta o'qlovga xamirni o'rab olamiz. Xamirni videoda ko'rsatilgandek qilib o'rtasidan kesib olamiz va yana zich qilib o'rab sovutgichga 2 soatga solib qo'yamiz. Yog'lari singib tayyor bo'lgandan so'ng 6 bo'lakka teng qilib bo'lib oldim. Agar xohlasangiz 3 bo'lakka katta-katta qilib bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Pergament qog'ozini o'rtasiga xamirni qo'yib, salgina yoyib olamiz. Ustiga tuxum surib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Sirti qarsildoq, ichi yumshoqqina qatlamalarimiz tayyor. Juda ham mazali bo'lib chiqdi. Retsept yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang.